başlandı ve terakki kıldı. Hoş, ikraldırki kadirlik dostlar. Ondaqda hazır bizden vaktimiz del 21'den 35 minut ötdi. Bizden naqsh keçilikimiz bu hazır resmi başlandı. Ondaqda ruxsat qilsanglar men yana bir qitim sizlarga salomimni yo'llab o'tgan bo'lsam, ekran oldidagi barliq do'stlar, bugungi bevosita tarqatishimizni ko'rayotgan do'stlarga unutursindan yana bir qitim o'tliq salom. Hammalarning qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi bevosita tarqatishimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bugungi bevosita tarqatishimiz bo'lsa, ikki to'r naqsh keçilikka bo'lib, Akbar Ahmad o'ziniki Zarat musiqa atirti bilan birlikda bugun bizga o'xshash bo'lmagan anglash tuyg'usini va o'xshash bo'lmagan hikoyalarni sunadi. Agarda sizmi Akbar Ahmadni qo'llashni, shundaqla Zarat gruppasini qo'llashni xohlasangiz, undaqda tezdan qo'lingizni shundaqla medirlatingda atrofingizdagi do'stlar. Hozir sahnimizda bizning usulchilarimizmi intayin zabardast holatda tayyor bo'lib turibdi. Undaqda qizg'in olqishlarimiz bilan sahnini biz Akbar Ahmad shundaqla Zarat musiqa atirtiga topshiramiz. Qani marhamat qizlar, shundaqla yigitlar. Başladık. Xo'sh. Undaqda hozir chiroqlarimiz tayyor bo'ldi. Muzikamiz tayyor bo'lgan bo'lsa, Her bir adam ko'nglida hamon bir do'st bo'ladi. Yig'laganda tan yig'lab, kulganda tan kuladi. Do'st birodarlar degan mehr so'ygu beradi. Japa mushaqqatim o hamon birga bo'ladi. Faqat shuni o'ylayman, sen yenimda bo'lsan. Aylar yillar o'tsin, o sen yenimda bo'lsan. Arzularga tang yetayli agar xohlasan. Navrat bulay, bay bulay, sen yenimda bo'lsan. Kelgin do'st bulayli kel. Kelgin do'st bulayli kel. Kelgin do'st bulayli kel. Kelgin do'st bulayli kel. Ko'nglida hamon bir do'st bo'ladi. Yig'laganda tan yig'lab, kulganda tan kuladi. Do'st birodarlar degan mehr so'ygu beradi. Japa mushaqqatim o hamon birga bo'ladi. Faqat shuni o'ylayman, sen yenimda bo'lsan. Aylar yillar o'tsin, o sen yenimda bo'lsan. Arzularga tan yetayli agar xohlasan. Namrat bulay, bay bulay, sen yenimda bo'lsan. Kelgin do'st bulayli kel. 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 Ömrümüzden uzun bulsun dostluğumuz. Mal dünyadan kımmet olsun dostluğumuz. Candan aziz bulsun bizden dostluğumuz. Mengü aman bulsun. Kelgin do'st bulayli kel. Kelgin do'st bulayli kel. Pintozlarga bir natija sifatida yoki bo'lmasa bir javob qaytirish varqi sifatida bir naqsh kechiligini o'tkazish, tayyorlik qilish intayin tezki to'xtaydi. Shunday qo'yaklar. Undaq bo'lsa oldi bilan ekran oldidagi do'stlarimizga bir salmoqni yo'llayib o'tamiz. Qani. Salom, ekran oldidagi meni qo'llab kelayotgan barliq azizlar, urug' tuqqanlar hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. So'yimlik
mehmonlarimiz Kamina Akbar Ahmeddan sizlarga sig'inishli salom. Mo'laning bugungi faoliyatimizni, bugungi kechilikimizni shundoq huzur bilan bir ko'rishinglarni chin qalbimda umid qilaman. Hamda sizlarga tayyorlagan nomorlarimiz ko'nglinglarga yiqishini chin qalbimda umid qilaman. Rahmat. Siz o'zingizni 100% naqshchi deb ayta olamsiz. Yo'q. Nimishqa? Hech kim 100% deb aytamasligi mumkin. Nimishqa bu savolni so'rayman degan vaqtida mening nazarimda siz 100% naqshchi. Voy, rahmat. Nimish uchun? Chunki bizniki san'at sohamizda, masalan, davlat ichidagi san'at sohasida menayotgan do'stlarimizning ichida, ya'ni cho'lponlarimizning ichida naqshchilik sohasida ketib berib, tuyuqsizlar obyektiv, subyektiv masalalar tufaylidan yo'nalishini boshqa yo'nalishga o'zgartib ketib, yoki kino artisti, yoki bo'lmasa ovoz artisti, yoki bo'lmasa usul rejissyori, yoki bo'lmasa boshqa sohalarga ketib ketadigan ahvollar bo'ladi. Ammo Akbarni nimishqa men bugun 100% naqshchi deyman degan vaqtida Akbar bilan men tanishgandan tortib ta hozirga qadar uni oldida nimishqani uzoqmayman. Ammo hozirga qadar Akbar o'zining naqshchilikdan iborat salohiyatini o'zgartib baqqani yo'q. Shundoq. Nurg'un qiyinchiliklarni beshidan o'tkazdik. Ularni so'zlab o'tirishning hech qanday bir hojati yo'q. Chunki mana bugungi kunlikda biz dasturxonimizga intayin chiroyli bo'lgan mevalarni tizib, bizni qo'llab kelayotgan shu do'stlarimizga shu mevalarni achqib sunyapmiz. Shuningga u jafolarni mana bugünkidek natijani ko'rgan vaqtimizda, mana bugünkidek mevalarni ko'rgan vaqtimizda azroqmi bir yilqi qayg'urish yoki bo'lmasa afsuslanish ichida emas, balki xushallanish ichida qabul qila olamiz. Shunday xushallanish. Shuningga meningcha buningkin sizdan siz 100% naqshchimi deb so'ralgan vaqtida ha deb javob berishingiz ma'qul. Ma yaxshi o'g'lim. Ma'qul. Undan boshqa hamda Akbar, siz o'zingizni bir sahnani qadrliguvchi deb o'ylamsiz. Bu aniq, cho'qim shundoq. Men sahnani bak qadrlayman ish qilib. Har bir qitim sahnaga chiqqan vaqtimda shunda qadrligim bor, mush vaqtni cho'qim bir yaxshi o'tkazay deb jiq o'ylab oldim. Shuni bilan ba'zi yerlarda yana bir ozroq masalalar chiqib qoldi. Ammo bu bo'ldi. Siz qani? Haqiqatan sizlikasiz. Lekin har qitim mush bakchiq, hamma naqshchilar shundoq deyman. Har qitim aytgan naqshdan bu ömürde razı olmaydı iş qilib. To'g'ri. Faqat yaxshi aytolmagandek deblamchi. Amaliyot boshqalar unda emas. Amaliyotda hamda menimcha hozirgi bizda intayin yaxshi bo'lgan bir yuzlanish bo'libmi, yosh naqshchilarimizdagi intayin yaxshi bir yuzlanish qaysi bo'ldi desak, birinchidan naqshini naq maydonda aytish, bog'an seri umumlashyapti, ko'payyapti. Ikkinchidan undan yosh naqshchilar o'zaro bir-birini qo'llash intayin ko'payyapti. San'atkorlar shundoq. Undan boshqa mushu muzika atratlari bo'libmi, bizniki Zarat muzika atratiga o'xshash naq maydonda muzikani chilib, naq maydonda muzika o'rindaydigan mana shunday intayin yaxshi bo'lgan muhitmi, bog'an seri avjilib turyapti. Shundoq. Albatta Zarat guruhi bo'lsa, Şinjanning har qaysi joylariga berib turib nurg'unlagan faoliyatlarga qatnashdi. Uningda korxonalarning faoliyatlari bor. Uningdan boshqa yana o'ziniki tashkillagan, yana nurg'unlagan o'ziniki mustaqil naqshchiliklarım bor. Shundoq, buningdan keyin yana davomli ilib borsizlar deyman. Shundoq, chunki biz kasbiy naqshchi biz mushlam qilamiz. Bizning ya balki boshqa yoki qo'shimcha xizmat u bu yo'q. Biz mushlam qilamiz. Shunlashqa biz mush o'zimizning kichikgina bir ortiqchiligimiz bilan Şinjandagi hattoki shu davlatimizdagi har qaysi shaharlardagi shunday bizga muhtoj bo'lgan faoliyat va yoki uchrashish va yoki bo'lmasa bir bazma degandek shunday bir yurish faoliyat ishlariga biz Zarat guruhi har vaqt tayyor. Albatta biz shuningga to'rt ko'zimiz bilan kutamiz desak bo'ladi. Men nimishqa Akbarni siz sahnani intan qadrliguvchimi deb savolni qo'yman degan vaqtida Niping deydigan bir riyosatchimiz bor. Markaziy televiziya. To'g'ri. Nipingning mundaq bir gapi bor. Amaliyotda buni riyosatchilarga qarata aytgan. Har qanday bir riyosatchiga nisbatan elib aytgan vaqtida uningga sahnaning markazi intan qadrlik bo'ladi. Her bir şu kasb uchun tirishayotgan shu kishiga nisbatan elib aytgan vaqtida sahnaning o'rtasida turish fursati undaq oson kelmaydi. Shunga har bir sahnaning markazida turib, chiroq nuri ostida turgan shundaq bir kishi shu o'zi sahnaning markazida turayotgan vaqtini cho'qim qadrlash kerak deydigan. To'g'ri. Shunga Akbar tamoman bu so'zga, bo'lib Zarat muzika tartib bu so'zga intayin mos keladi ham arziydi deb o'ylayman. Bugungi bu naqshchiligimizni men yana mundaq bir so'zga yig'inchoqladim. Ya'ni utuq qozonuvchilar yoki bo'lmasa muvaffaqiyat qozonish jarayonida izlanguchilar
degan so'zga yig'inchoqladim. Amaliyotda muvaffaqiyat qozonish deganimiz 3 narsaga bo'lindi. Shaxsan meningcha, birinchidan izdinish. Bu izdinish o'ziga mos keladigan liniya, o'ziga mos keladigan shu bir xil ishqa qarab kuchash yoki shu to'g'risida izdinish bo'lgan bo'lsa, Andan buni izlab topganki, shuningda izchillikni saqlab menish. Shunday. Izchillikni saqlab menish bilan birga o'zining shu ishqa bo'lgan orzusini amalga oshirish, mana bu eng oxirida yig'ib kelib muvaffaqiyat qozonishni keltirib chiqardi. Shunday. Nemishqa bu so'zni deyman degan vaqtda bayatini aytgan do'st bo'laylik degan naqshining ichidami? Kelgin do'st bo'laylik. Orzuyimizni birlikda amalga oshiraylik deydigan bir misra bor. To'g'ri. Bu demak nima desak, hammaylar birlikda qo'lni qo'lga tutib alga qarab ilgirlash jarayonida eng oxirgi muvaffaqiyatni qo'lga keltiraylik degan gap bo'ldi. Shunday. Amaliyotda Akbarniki do'st bo'laylik degan bu naqsga rasmini desam, men boshdan tortib oxirigacha bir guvohchi desam bo'ladi. Shunday. Aslida to'g'ri. Ishkaylan bir choyxonada o'tiriblar, mo'ngdishiblar, gitarni bir tarafdan Akbar chaliblar, bir tarafdan melodiyasini, uningga tekstini yezib chiqarib bergan. Shunday. Bugungi naq maydonda birinchi bo'lib do'stlarning o'zaro sungan bu naqshida azroq o'xshamasliklar bor ekan. Bu o'xshamasliklar qaysi taraflarda bor? Bugungi naqshi birinchi naqshidan ham chiqib turdi. Bizning bugungi masalan Zarat musiqa atriti dedik, lekin sahnada faqat men va pianinoning oldida o'tirgan anadan sal turib chiqadigan Iskandar qatorli uchaylanlar bor. Masalan Dumbaq, bas gitar degandagilar yo'q. Nemishqa degan chaqda bu qitimliq san'atkechiligimizni biz elektron uslubda qilishni o'ylashdik. Chunki tenzifing qilishni o'ylashdik. Ham tenzifingda mushtaq tenzi yinsularni ishlatmasak, masalan naq maydonda jazigolani, u bo'lani qo'ysak, buningga toza jiq ish ketib qoldi masalanchu. Shuningdek, ham bu rost demasak bo'lmaydi. Masalan biz bir maydon faoliyatni qilishimiz uchun hozir biz kompyuterlar, programmalarning hammasini ishlaybilib, lekin pianinoni naq maydonda ishlayapmiz. Qolgan narsalarning hammasini programmada ishlaybilib, ovozmi naq maydon. Do'st bo'laylikmi ham shu. Bu mu hozirgi eng yangi bo'lgan yoshlarimizniki anglablam medirlik skillgan ritmchanligi kuchli bo'lgan elektron uslubda ishlatgan. Shuningdek, buningdan keyingi boshqa naqshlardimi shu bir plastikadagi hamma naqshlarni asosliq shu uslubda ishlatdik. Hamda yangi zamonga ergishib, yangi yoshlarimizniki shu ko'ngildagi bir yerdan chiqayli deb izlanib hamda. To'g'ri, yana bir yangilik yaratib o'zimizga raqobat e'lon qilib. Shunday. Bu xil uslublarni qo'llandik. Undaqda endi ikkinchi bo'lib do'stlarga sundigan Raziman nomli naqshingizni azroq o'zgartirish kirgizgan o'xshamas. Shunday. Hamda Raziman degan naqshini hamda mencha yoshlarimiz, ba'zi bir o'rta yoshdagi mushtaq cho'nglarimizmi angladi deb o'ylayman. Chunki to'y kunlardami qo'ydi. Raziman söygümüzge. Muş naqshi shuda. Buni hamda odatda qiz yigitlar tans o'ynagan chaqlarda tanslardi bo'ldi. Hamda bu qitim biz buni yana o'zgartib tango dans o'yini qilib qildik. Hamda qartil bo'yicha aytsak hamda tango dansa deymiz, lekin bu hamda bir reggaeton uslubda. Buningda ba'zi bir tenz uslublar bor. Unda bo'lsa shuni bir usulchi singilchaqlarimiz bilan bir o'rinlab bergan bo'lsam. Wow, bo'ladi o'qina ondaqda hammaylar, yana o'xshashda Akbar Ahmadning shundaqlar TD Dance usul atartini sahnimizga taklif qilamiz. Meni marhamat. Geldi mana az dostlarımız mihman buluşup Söygümüzge baxtilişip Kuvah buluşup Peyda buldu yürekteki Sualga cevap Seni layıktanlığınımga Razı men razı Razı men söygümüzge Razı men bergenlerge Razı men ötken günlerge Razı men bu takdirge
kuyay Bulbul bulup yığındı sayrap Şihinga konay Gerek bolsa ger bu candın Kiçeymen kiçey Seni layık tanlığınımga Razımen razı Razımen söygümüzge Razımen bergenlerge Razımen ötken günlerge Razımen bu takdirge Razımen söygümüzge Razımen bergenlerge Razımen ötken günlerge Razımen bu takdirge Razımen söygümüzge Razımen bergenlerge Razımen ötken günlerge Razımen bu takdirge Hemmiye Razımen Oh, Razımen Rahmat. Akbarga köp rahmat. Akbar. Azroq suv ichib oling, ha. Chunki naqshchilarimiz, shundaqla muzikantlarimiz va bizningki barliq shu naq maydonda o'rindalayotgan muzikalar va naqshlar bo'lsin, hammasi naq maydonda o'rindalayotganligi uchun azroq naqshchilarimizdan shundaqla bizning muzikantlarimizdan va usul artistlarimizningki energiyasini tejashga tirishchanlik ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bugungi eng chong vazifam shu. Undaqda Akbar, men hozir Razman nomli bu o'zgartirilgan nusxadagi naqshini anglagandan keyin siz naqrat qismidan boshqa bo'libmi qaytarma qismidan boshqa bo'laklardagi har bir misradagi aytilish uslubingiz jihatda bo'libmi so'zlarni ilish jihatda bo'g'imlarni ayirish jihatda burunqiga o'xshamaydigan uslubni ishlatasiz. Shunday qilib qoldi. Yomonman Siz bilib qolsiz doim. Chunki meningcha Muşu o'rta yoshli pintozlarning ichida men Akbarningki eng oldida sanaladigan o'rta yoshli pintozlar chunki har bir chiqargan naqshlarni shunchalik darajada yaxshi anglayman. Uning ustiga aytilayotgan naqshlarda ifodalanayotgan shu mazmunlar va shu misralardagi har bir bo'g'imlarning deyilmoqchi bo'lgan ma'nilarini shunday yaxshi ko'raman. Bu qandaqdir bak murakkab tilda ifodalangan sevgi va muhabbat emas. Qandaqdir bir intayin oddiy so'zda tomtoqli ifodalangan bir muhabbat yoki bo'lmasa bir sevgi emas. Bu qandaqdir hammalarga intayin yoqadigan til. Hammalarga shunchalik umumlashgan bir tillar orqali bizning turmushimizda ifodalayotgan chin hikoyalarni so'zlab berayotgan bir uslub bo'lganligi uchun meningcha ekran oldidagi do'stlarimizga ham shundaqla shaxsan menga intayin yoqdi deb o'ylayman. Amaliyotda roziman degan bu naqsha shundaqla har qaysi tor batlarda va taratqularda tarqatilgandan keyin nurg'unlagan olqishlarga erishdi. Shuni undaq diqqat qilib qaraydigan bo'lsak, Akbarning har bir naqshlari tarqatilishi bilan shundoq yaxshi olqishlarga erishadi ekan. Ham yaxshi baholarga erishadi ekan. Masalan, men sanab beray. Jurayli biz ne aytmayli qo'yaylik, chunki vaqtida men Akbar bilan to'g'ri tanishmaydim. Jurayli bizdan keyin tarqatilgan roziman deymiz. Men eng yaxshi ko'radigan qo'zam deymiz. Qo'zam. Uningdan boshqa do'st bo'layli deymiz. Uningdan keyin yana tarqatilgan bir turkum naqshlar bor. Bu naqshlarning har birisi shunchalik darajada masalan bara-bara. Uslub jihatda o'xshamaydi, aytilish jihatda o'xshamaydi, ammo qabul qilinish darajasi bara-bara yuqori ko'tarilgan. Shunga siz har bir naqshlarni ijod qilgan vaqtingizda siz qaysi taraflarga bakrak diqqat qilasiz? Boshqalar asan ishni qabul qilsa, isi tutib olsa, keyinlikka men aytgan chaqda men bilan billa ayta olsa, tekstlari bak murakkab bo'lib ketmasa,
Uyg'urcha o'qiganlarmi, davlat tilida o'qiganlarmi, hamma tilda o'qiganlar tushuna olsa, bovoymi tushuna olsa, dehqonmi tushuna olsa, olimlarmi tushuna olsa degan maqsad. Demak, ixcham, samimiy, Shundoq. chin bo'lsa deganni tutqu qilib turib ijodiyat elib borsiz. Shundaqmi? Mushu hozirgi kelgich bo'lgan arliqlarda sizdan eng rozi bo'lgan asringiz qaysi? Eng rozi bo'lgan asrimni yurayli biz demay desam chat turdiki o'ylab baqsam. Bo'ldi, yurayli biz. Shu naqshi bilan shu meni biladiganlar, bilmoqchi bo'lganlar. "Ey, bu qaysi naqshchi shu yurayli bizni aytgan" deganki, "Ha" deydi. To'g'ri. To'nglashqandim. Eng shu birinchi asrim hamda menga nisbatan shundoq. Demak, iqtisodiy qimmatni ilib kelgan, o'zingizning qimmatingizni sakindagi qimmatingizni yuqori ko'targan naqsha hisobda yurayli biz bo'ldi. Shundoq. Savol: yurayli biz degan bu naqshini ijodiyat qilish jarayoningizga ijodiyat ilhomi nerdan kelgan? Ijodiyat Bir qiz bilan yurib, qattiq qizg'in muhabbatlashayotgandir yozganmi yoki? Yo'q. Bu naqshini men shu tunji qarar Ipak yo'li qatnashib, uningdan bir tavtay bo'lib ketib qilib, Şununla men bu naqshi hayotimni bunday tugashtirib olsam bo'lmaydi. Men cho'qim o'zimga kuchliq bir asardan birini qoldirib qo'yishim kerak. Men cho'qim bir naqshidan birini yozaman deb. Men burun o'qituvchidim. O'qituvchi bo'lgandan ham ancha-muncha qalam jatdimi, bakmi nachar emas ekanman-da. Shuningla o'tirib, qo'limga qalamni ilib, shu bilmayman ish qilib, shu yurayli biz degan tematli bir naqshidan birini bir tekstlarni yozib qoldim. Shu eng boshda yozganim shu aramizda qiydash bo'lmaydi. Ayrilishlar bo'lmasin. Bu naqshining eng asosli turtkilik rolini o'ynagan shu mening opam bilan dadam-da bu yerda. Eng turtkilik nimishqa deganda bular men bu naqshini 2015 yozgan bo'lsam, shu 25-6 yosh vaqtlarimda yozibdim hamda. O chaqlarda meningki hamda bir muhabbatga nisbatan asli mundaroq ekanda, lekin o'chaq lekin hozir o'ylsam o'chaqda o'ylaganimni xato ekan. Ashtama? Ya, ma'naqsh to'g'ri, lekin ashchaqda o'zimni his qilgan, muhabbatasi munda bo'ldi ekanda degan o'chaqdim kichikkanman to'xta. Adam o'sha cho'ng bo'lgan sire, o'sha chiqishlarni bilib. Shu ota-onam hamda qanday deganda, bular shun masalan hamma uyda jidal majra bo'ladi-ku. Bu ikkisi qarsam ba'zida jidal majra bo'lib qoldi, ba'zida shu miyaqda hozir urushib, gap talashib qolgan bo'lsa, men ayrib degan o'zim bilan o'zim yerib bo'ldi, karim yo'q deb taloq chiqib qaytib kelsam bir-birisining qo'yinda o'tirdi-da. Muhabbatlashib. Muhabbatlashib. Bular hamda qaydashlar bo'ladi lekin faqat ayrilib boqmadi ikkisi. Faqatlam. Hamda biroz xatolik o'tkazsa ras gapini qiladi, kechirib o'tadi degandek, mushu ikkisininki musholatda qarab, men shunda bir turmush kechirsam bo'ladi, shunda bir qiz bola bilan shunda o'ssam bo'ladi degan orzu umidlar bilan yozganda hamda bu naqshini. Bu bir shuar hamda hisobda. Xuyi. To'g'ri. Ammo siz yoshning cho'ng'ishiga ergashib, buningmi to'g'ri to'g'ri muhabbat emasligini his qilasiz. Yo'q, nima sabab bo'ldi bu yerda? Bu mundaq. Nimishqa degan chaqda hamda biz hozirgi yoshlar masalan, ishlaymiz to'y qilmadik-ku. Siz bizni yutib qolmang. Shunlashqa qadrli ko'rmanlar. Biz hozirgi yoshlar hargiz burunqi mesela ata-onamizning davridagi muhabbatlashish yoki ularning davridagi ba'zi bir usullarni biz o'zimizga tanib mangsak bu xato bo'lib qoldi. Chunki rast davr almashibdi-chu. Muhabbat ko'z qarashi, dunyo ko'z qarashi, go'zallik ko'z qarashi, turmush qo'ygan ko'z qarashimizning hammasi o'zgaribdi. Shuning uchun bizningmi o'zimizga kuchliq turmush odatimiz, turmush yo'nalishimiz bo'lishi kerak ekan. Shunlashqa men buni hamda ularning ustidagi ayrılmaydigan, bir-birisiga vafosizlik qilmaydigan taraflarini cho'qim izchil minishimiz kerak. Lekin bizning cho'qim o'zimizga kuchliq bir yo'limiz bo'lishi kerak. Shuni o'ylab qoldim. Rahmat Akbarning o'sha organ talaffuzda aniq va aniq emas holatda o'zgartmoqchi bo'lgan mana shu muhabbat hikoyasini to'g'ri qiynalib turib tushuntirpagiga ko'p rahmat. To'g'ri tushunmay qolgan bo'lsam-mu, undaqda yana bir savol so'ray. Jurayli biz degan bu naqshini undaqda siz dastlabda ota-onangizning shu mazgildagi ikkisi o'tirsidagi mehr muhabbat va rishtasiga qarab turib yozgan ekansiz. Undaqda bugungi kunlikka kelib siz yeshingizning olqishiga agishib, bugungi kunlikda agar Jurayli biz degan bu naqshini qaytadan yozib chiq degan bo'lsa, siz qaysi misrasini o'zgartirdingiz?
Men buningki pek to'g'ri so'ldingiz so'ldi. Men rost o'zgartirgan bir yer bor buningki. Men u chaqda yurayli biz to'y qilgicha, o'tayli biz mukchaygicha degan. Endi men hozir o'zgartirib qolsa men yurayli biz mukchaygicha. O'tayli biz ayrılgıca. O'tayli biz degandek. Şunlaşqa yurish deganda faqat to'y qilgichlam yurish to'g'ri, cho'qim to'y qilish yurish kerak. Uningdan keyin yurish kerak ekan. To'y qilib bo'lgandan keyinmi yana muhabbatlashish kerak ekan aslida. To'g'ri. Demak, yurish kerak. Hisobda Akbarning hamda demoqchi bo'lgan bag'an sari oydinlashyapti. Ya'ni bir-birini yaxshi ko'rishganlar cho'qim bir-birisiga har vaqt chingshangan. To'g'ri, ya'ni to'g'ri. yangi bir muhitni ato qilganga o'xshash muhabbatlashib turish kerak. Qanaqdir to'y qilib bo'lgan ekan, to'yimizni qilib bo'ldik, turmush degan mushundaq bo'ladi. Hamda tep-tinish holatda mushtaqli o'tsak bo'ladi. Men kunda ishdan tushib kelsam, uyda tamoq tayyor bo'lsa, u nima tamoqni yeb bo'lgandan keyin undan televizor ko'rib, shu turmushimizni shu tariqada ilib berish emas, balki har kuni degidek o'xshash bo'lmagan holatdagi muhabbatlarni bir-birimizga izhor qilib tursak, bir-birimizga yengilliklarni berib tursak, bir-birimizga chingshilarni berib tursak, bu menimcha turmushda bo'lishga tegishli bir taraf bo'lishi mumkin demak. To'g'ri. Uf, ajab tasdiqladi. Xo'sh, undaqda Akbarninki shundaq fayzi bir naqshlari bor bo'lib, men bek yaxshi ko'radigan shu o'zim o'g'irliqcha nusxasini o'g'irlab o'tirib uya biyalarda to'y to'kinlarda aytib oldigan yerlarim bor. Ya'ni bara degan naqsi menimcha ekran oldidagi do'stlarimiz intayin yaxshi ko'rdi. Undaqda bara degan bu uslub dastlabki uslubi qandaqdi? Bugun o'rinlamoqchi bo'lgan uslub qandaq? Bara-barani dastlabki uslubda tango? Yo'q, tango emas, u Foxtrot demdoq. Tempo. Buni sizlar cho'g'lab bilgansiz. Tez dansa ham desab, ashtatdi. Endi biz nimishqa tez dansa u bu traktor deb ishlatamiz deganda, chunki bizning atrofimizda shu ishlatadi, bag'an yerimizda shu o'ynaydi, biz bek ningoshan u bo'lgan ekan. Ashtaq bir tez Ludondagi naqshdi. Endi bugun bu naqshiningki aslida mening eng boshda gitarni tutib yozgan holatimda bir gitar, bir pianino bilan bizniki shu Zarat muzika atrofimizniki gitarchisi, bas gitarchisi ko'p iqtidorliq ham naqshini yaxshi aytadigan Iskandar apandim bilan davomli yana Ikrom apandimni bir sahnaga taklif etgan bo'lsak hozir. Xo'sh, taklif etgan bo'lsak, ikkalan bir bir muzikalarni bir takash qilib bersa, mana shu bara degan naqshni takash qildi. Xo'sh, albatta yana boshqa sohalardami olg'a qarab ilgirlab ketib qolgan yoshlarimiz. Endi bu boshqa soha deganimiz muzika chalishdan boshqa yana naqsh aytish jihatimi olg'a qarab ilgirlab ketib qolgan yosh avangardlarimiz bo'lib hisoblanadi. Undaqda sizlarning shu Zarat muzika atrofida hozirgacha qurilg'ili nechilik vaqt bo'ldi Akbar? 2019dan boshlab rasmiy qurildi. Hisobda 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'ldi. 2 yil jarayonida sizlar necha maydon o'yin qo'yib oldinglar? 2 yil jarayonida biz 40 maydon o'yin qo'yib oldik. 40 maydon o'yin qo'yib oldik. Oy. Xo'sh, bizning Iskandarmi hozir saqlab turadi. Iskandar. Bizniki Zarat muzika atrofimizdagi bu a'zolarimiz bo'lsa, gapni jiqilmaydigan, menga o'xshash. Voy. Amaliy ishni jiqqiladigan savoqdoshlarimiz hisobda. Xo'sh, albatta ishkaylarga ko'pdan ko'p rahmat, chunki bu ishkaylarmi bugungi shu naqsh kechiligi uchun intayin ko'p jafolarni topdi. Shundaq-ku. Shundaqda tövəndə biz o'xshash bo'lmagan uslubdagi, o'xshash bo'lmagan anglash tuyg'usiga ega bo'lgan bara nomli naqshidan birlikda huzurlanaylik. Marhamat Akbar.
günler bara bara uzardı. Yanfonumda uçurum bara bara küpeydi. Keçideki uykumu bara bara yok idi. Omak kılıkların bara bara köydürdü. Bara 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 aydında biz uçraştık. Bara 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 kolga kol tutuştuk. Bara 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 vedilerini biriştik. Bara 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 bir niyetke kiliştik. Bara bara yanımda, bara bara dilimda sen benim. Bara bara yanımda, bara bara dilimda İskender. Yanfonumda uçurum bara bara küpeydi. Keçideki uykumu bara bara yok idi. Omak kılıkların bara bara köydürdü. Bara 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 aydında biz uçraştık. Bara 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 kolga kol tutuştuk. Bara 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 vedilerini biriştik. Bara 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 bir niyetke geliştik. Bara bara yanımda, bara bara dilimda sen benim. Bara bara yanımda, bara bara dilimda. Bara bara yanımda, bara bara dilimda sen benim. Bara bara yanımda, bara 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 dilimda. Rahmat. Zayrat musiqa terdiga köpten köp rahmat. Muşu sahnede turupla muş keylenni bir. Rasim tatib qo'yamman. Bir tanıştırib o'tgan bo'lsak, bu yoq bo'lsa bizningki yosh talantli kompozitor, o'zlashtiruvchi, mushtaq musiqa kasbida yaxshi natijalar bilan bitirgan. Bugungi mushu naqshkechiligimizningki shu elektron uslubdagi shu musiqalarni İkram efendim o'zi bir qo'lliq akkordlashtirib ishlagan bir alqishlarimizni bergan bo'lsak, İkram efendim. Rahmat, Ikram, rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Bu yoq bo'lsa bizningki shu Zayrat musiqa tartibimizningki asosliq a'zosi hamda oldingi mushu yildan oldingi Ipak Gul sadosiga chiqib yaxshi natijalarni erishdi. Ham naqshini yaxshi aytadi, gitarchi, bas gitarchi degandek. Mushu bugungi mushu faoliyatimizning mushu asosliq mushu mikrofon, ovoz, mushu sim, mushu yingshangdan tortib butun mushu ishlargacha mushu İskender o'zi bir qo'l tiqib o'rinlashtirib buningdan emas barliq mushu Zayratning butun o'yinlarida İskender Zayratga nisbatan bo'lgan to'kpisi az emas, shundoq ko'p. Shuningdek mishada men o'zim shaxsan o'zimning nomidan İskenderga ko'pdan ko'p
Rahmat, japa çektim. Xo'sh, alqishlarimiz bilan ishkaylarni bir oromga taklif etib olgan bo'lsak, rahmat. Rahmat. Mush İskenderning ozroq deydigan gapi va'da qilgandi, biroq rahmat deb qilsakda tushiradi. İskender, bu da oddiy odam degan qism. O'zim bir xil. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat İskender, ko'p rahmat. Qani Akbar. Hozir bizniki bevosita taqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz bo'lsa 478-480 ga yaqinlashib qoldi. Albatta, hozir shu pingdon qilayotgan do'stlarimizmi intayin ko'pkan masalani Akbarda Sivey Xinqianwei deb biz qo'yibdi. Munira Miya degan do'stimiz. Ondan boshqa yana bir do'stimiz to'xtamay yuraklarni avatayotdi. Ondan boshqa yana bizniki 最爱的吉他版 bayatınqı bara degan naqshingizdagi shu gitar uslubida o'rindalgan nusxasini bek yaxshi ko'rdim deydi. Undan boshqa yana bizniki nurg'unlagan do'stlarimiz so'z qoldiryapti. Masalan, uyu Tamkin Shouji ji chao kai de juchen xavshaydi. Voy. O'zim maqsad. Masal yog'in chiqib qoldi. Undan boshqa endi Asimgul degan do'stimiz bo'lsa, Jurayli biz degan naqsi bilan tonilgan bu inimiz deydi. Ondan keyin "可乐不加冰不能喝的这个朋友呢，他说 Back 帅之末 Akbar 歌手 Akbar 男神好帅呀 degan do'stimiz bor ekan. Ondan keyin 最喜欢的 Sorma 这首 MV 很时尚deydi. Mush to'g'riliq biri. Bugun kuzbagan ishlarni. Bu sorma degan to'g'risidan yaxshi to'xtalmaslikni bek cho'nqur tashabbus qilaman. Chunki nimishqa degan vaqtimizda endi bizniki hozir tarqatilayotgan bevosita tarqatishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz bog'an seri ko'payib beryapti. Albatta biz yana shuni tashabbus qilamizki, bizniki bugungiga o'xshash anglashga va ko'rishga intayin arziydigan mana shunday bir bevosita tarqatishimizni menimcha atrofimizga bo'libmi shu bevosita tarqatishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz qo'linglarni ozroq midirlatib qo'yib atrofinglardagi do'stlaringlarga, poyovchanlaringlarga tashviq qilib qo'ygan bo'lsanglar, ham bakrlab qo'ygan bo'lsanglar, biz shuni sizlardan kutumizki, biz o'zimizning butun kuchimiz bilan bugungi mana shu kechilikni o'ngishli ilib berishga va sizlarga anglashga, arzigidek ko'rishga, arzigidek bir kechilikni sunishga tirishchanlik ko'rsatamiz. Shunday tirishchanlik ko'rsatib kelyapmiz. Talab Jurayli bizni anglagan bo'lsak deb aldirmay turinglar, bu telefonlarni birdamlikka o'rindaymiz. Shundaqda Akbar, endi tuvanda ilib kelmoqchi bo'lgan naqshingizning ismi nima? Bu naqshning ismi Yurak. Yurak degan bu naqsha sizning yangi naqshingiz. Shunday, yangi naqsha. Bugun shu naq maydonda bevosita tarqatishimiz orqali butun do'stlarimizga tarqaldi, shundaqmi? Shundaqla yana boshqa shu plan orqali yana do'stlarning huzuriga suniladi. Shunday. Bugun tugagandan keyin yana bir 2 kun o'tgandan keyin butun barliq salonlarda, butun ishtaq muzika qutilarida taqtildi. Shunday. Undaqda biz oldi bilan anglash fursatiga ega bo'ldik ekan. Shunday. Yurak degan bu naqshining temisini shundaqlik ko'rgandan keyin men Akbarning bu naqsimi bir muhabbat naqsimikin deb o'ylab qoldim. Chunki Akbarningki chiqargan naqshlari Jurayli biz, Roziman degan naqshlari, Qo'zam degan bu naqshlari bo'lsa, bara degan naqshlar bo'lsa, hammasi aktiv kuchni targ'ib qiladigan. Aktiv so'yguni shundaqla bo'lib shu sorma degan men chiqqan o'sha eski MV'dan boshqa qolgan naqshlarning hammasi aktivlikqa qarab yuzlangan bir so'ygi va muhabbatni ifodalaydigan shunday bir mazmunlarni ifodalaydigan naqshlar ekan. Undaqda yurak degan bu naqshingizmi? Yana shumi? Yana shu xil mazmun. Yurak degan naqsha muhabbat bor, lekin qiziqganlarning o'rtasidagi muhabbat bilan ancha munosabati yo'q. Bu naqshini men shu yurak kasallar bo'limida o'zimning yaqinimning yo'qlab bo'lgan chaqda shu bo'limda o'tirib yozgan naqsha yurak degan. Yurak kasalliklar bo'limiga kirgandan keyin sizga nima ta'sir qildi? Bunchalik darajada shu bo'limda o'tirib shunday bir naqsh chiqarishingiz? Chunki yurak degan odamning bir eng muhim bir a'zosi-ku endi. Ham muhimdan muhim bir a'zosi-ku. To'g'ri. Ba'zilarda bir o'pkilarimizdan birisini ilavatkilim bo'ladi ekan. Böreklerimizden birini ilavatkilim bo'ladi ekan. Yurakni faqat ilavatkilim bo'lmaydi. Yurakni ilatib zapas sun'iy yuraklar. O'choq tug'ilmaganda biz. To'g'ri. Shunlashqa shu bo'limda o'tirib men his qildim. Bu odamning yuragining so'qishi ajoyib bo'ladi ekan.
Mesela normal adamlar bolsa, hiç qandaq bir g'imi yo'q, hiç qandaq bir o'ylaydigan ishlari yo'q. Shunda 9 tal adamlarning yurak so'qishi bo'lsa, balkim hamda tuz işte so'qishi mumkin hamda. O'xshash ritmda. Lekin hozirgidek shundaq jamiyatimizdagi yoshlarimizning va yoki bo'lmasa hammamizningki shundaq turmush har jihatiga besimlarimizning bo'lishiga ergishib, ba'zi bir shu bemorlarimizningki yurak so'qishi xuddi bir ba'zi bir tog', ba'zi bir o'ylar sizlib ketirganligining shu faqat ritmsizda u qancha işte qalayimqan so'qqan siri odamningki hayotining oxirishiga balkim yiqilishib qolgan bo'lishi mumkin ekan. Lekin biz o'zimiz boshqara olmaydi ekanmiz. U o'zimizning narsasi biz boshqara olmaydi ekanmiz. Aşağıda o'tirib, aşındaq bir normal bir yurakka intilayotganlarning nurg'un ishkanligini ko'rib, o'zim azroq bir ilhom kelib bir yurakda bir naqshdan birini yezib qo'ygandim. Bu hisobda sog'lomlikqa qarta, o'zimizni suyishimizga qarta aytilgan bir naqsh. O'zimizni suyishimizga qarta, sog'lomlikqa qarta hamda bir-birimizga mehr muhabbat berishimizning muhimligini, masalan bizning Chingzhouda so'abit bo'ldi. Nurg'un cho'lponlarimiz, nurg'un puldar boylarimiz iyani to'pladi. Biz ham o'zimizning azg'ina bir ko'nglimizni qildik. Shuning o'xshash bu dunyo yana illiq bir yurakka muhtoj ekan. Shunlashqa yurak degan temirgan naqshni yezib chiqdim-da. Bo'ladi, xo'sh, undaqda Akbarning bu yangi naqshi zodi bizga qanday bir estetik anglash tuyg'ularini ilib kelgan birlikda anglab boqaylik. Marhamat. Undaqda bu naqshingizga yurak degan bu naqshingizga yana bizning TD Dance usul atrtimi? Numar bor, shunday qo'ying. Undaqda Akbar Ahmad bilan TD Dance usul atrtini taklif qilamiz. Marhamat. Yürek ritimsiz soğumakta, xuddi ritimsiz turmushdek odam boshqarolmaydigan yürek bo'lsin-mu
Rahmat, ko'p rahmat. Allohga ko'p rahmat. Undaqda Akbar, shu yurak degan naqshingizni anglagandan keyin bu naqsha amaliyotda mening o'ylaganimdek, masalan, xalqaro uslublardami shunday bo'lishi mumkin. Masalan, Earth Song deymiz. We are the world degan naqshalarda bo'lsa, intayin ko'pchilikni tang bilan birlikda hammalar tang xuyu qiladigan mundaq uslubdagi naqsh emas. Bu balki bir shaxsningki o'rinda turib bir shaxsning ovozi bilanla nurg'unlagan odamlarga mehr muhabbatni yetkazа oladigan mundaq bir uslub bo'lib hisoblanadi ekan. Shunday. Endi bu naqshni ijodiyat qilish ilhomi sizdan doktorxonaga berib do'stingizni yo'qlash jarayonida kelgan bo'lsa, endi mana shu muzikaning uslubini bekitgan vaqtingizda siz nimani o'ylashib turib bu xil uslubni o'rlashtirdingiz? Chunki bu birinchidan bu ritm naq shu bu muzikaning bu surati 120. Intan jiddiy so'qayotgan bir yurak. Endi bu yuraklarning hammasi ya bek ost so'qidiki, ya bek ishtik so'qidikanda. Endi buningda hamda eng shu yuqorqi bo'limida hamda qaytarmizda illiq yurak sen menga kerak. Bo'ldi, mushunchalik gap bu hamda hamma narsani ifodaladi deb o'ylayman. Buning yana bir muncha gaplarni yozishning maqsadida hojati yo'q deb o'yladim. Shunlashgan bu shu jazbidor bir holatda intayin shu illiq bir yurakning menga kerak ekanligini asta emas balki shundoq bir pozitsiyarimni intayin iniq qilib turib hammalarga qayta degandek bir shundoq bir ma'no. Bo'ladi. Demak, bu naqshmi intayin utuqliq chiqqan bir naqsha deb o'yladim. Tarqitilgandan keyin balkim sahnadagi maholati bir xil anglash tuyg'usi bergan bo'lsa, anglagandan keyingi bu nusxasimi balkim yana boshqacha anglash tuyg'usi berishi mumkin. Anglash jarayonida masalan shu naqshingizning haqiqiy nusxasi tarqitilgandan keyin anglash jarayonida do'stlarga tavsiya qilgan taraflaringiz bormi? Masalan, qanday holatda anglasa bo'ladi? Mashinada yoki quloqqa arjina tiqilib turib qaysi xil anglash? Bu naqshini hamda cho'qim bir anglash usuli tavsiya qilmayman. Shu o'zininki qanday sharoit bo'lsa shunday anglasa bo'ladi. Ham faqat boshdan oxiri to'liq anglab aslan bo'ldi. Rahmat. Amaliyotda bir naqsh uchun elib aytgan vaqtida unaqa qandaqdir bir cho'ng bir mol dunyoni berish emas. Sizning mana naqshingizni bek yaxshi ko'rdim. Mana naqshi bek yaxshi chiqibdi juma. Falan yerdagi mundaq yeringiz bek yaxshi chiqibdi degan gapning o'zida olamshumul bir xushallaq. Shunday. Alloh akbar. Endi do'stlarning huzuriga sunmoqchi bo'lgan naqshingiz qaysi? Endi do'stlarning huzuriga shu muzika atirtimiz bilan oddiy odam degan naqshni bir taqdim etaymikin deb o'yladim. Oddiy odam. Bu naqshining MV'sini ko'rgan do'stlarimiz bilan menimcha intayin hayajonlanib, shunchalik bir xil suyunib turib, hatto o'zining atrofidagi o'zini suyayotgan va o'ziga ishonch bog'layotgan shu kishilarga nisbatan boshqacha bir xil, ya'ni mehrli qaraydigan bir naqsh bo'lib hisoblanadi. Shunday. Buningda alayda bir til deydigan yoki ta'kidlaydigan taraflar bormi bu naqshingizda? Bu naqshini shu bir aytayotgandan keyin anandan keyin bir dey. Yo'q, inoqda Akbar Zarat muzika atartik. Qani, hammalarning huzurida oddiy odam nomli naqsh bo'lsin. Marhamat. Bizning pianinoni ichib bergan bo'lsanglar rahmat. Hey. Hey. Xotirjamkan oddiy do'stlar, oddiy sovg'a
oddiy va'dalar bo'lmasin o hashamatlar izdiganda voqea hamma odam arzulaydi ekan boy yashab hashamat turmushni en boy yashab shu oddiy odamkan oddiy odam oddiy odamlar oddiy odam oddiy odamlar oddiy to'ylar oddiy hamroh oddiy suyishlar bo'lmasin oltin yambu suyishlari rostga oddiy yurigan oddiy kuygan oddiy kuyungan bo'lmasin oltin yambu muhabbati rostga hamma odam arzulaydi ekan go'zallarni kelishgan qomatni en go'zallar shu oddiy odamkan oddiy odam oddiy odamlar oddiy odam oddiy odamlar la 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 oddiy naqsha oddiy yozma oddiy akordlar bo'lmasin fasoyatlar ko'ngildan chiqqan so'zga yurakdan chiqqan so'zgan oddiy odamman Rahmat. 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 Jabat attanlar, zarat guruhsi. Xo'sh. Akbar. Nimishqa eng oxirgi bir jumlangizni oddiy odamman degan so'z bilan oxirlashtirsiz? Chunki mening mushunda oddiy odam bo'lg'im bor. O'zingizni bek murakkab deb o'ylamsiz? Amaliyotda bundaq oddiy bo'lish unda o'ng'ay emas ekan hozirgi bu jamiyatda. Biz o'zimizni oddiy deb o'ylagan bilan lekin yana ba'zi bir sabablar tufayli yana bir murakkab qadamlarni besib qolar ekanmiz. Shunglashqa oddiy odamman deganim eng oxirsida o'zim ta'kidliginim har vaqt shunda oddiy tur. Har vaqt shunda oddiy bir ishlarni o'ylab, oddiy bir qadamlarni besib, oddiy qadamlar bilan oddiy bo'lmagan ishlarni qil degan bir maqsadda o'zimga bir eskartib o'tdim. Amaliyotda oddiylikning o'zi, ixchamlikning o'zi javhar deydi. Shundoq. Chunki oddiylikqa hammalar intilamiz. Xuddi boyatin Akbar deganga o'xshash. O'zimizning kasbimizda yoki o'rganishimizda bo'lsin, shundoq bir oddiy odam bo'lay deymiz-yu. Ammo shuning uchun tirishib ketib berib, to'xtab tura,
deb tuyuqsizlar oddiy bo'lmay qolgan bir Shunday. ahvollar bo'lib qoldi. Ha. Ammo har biraylarninki mushundaq bir oddiylikqa, shundaqla oddiylikning ichidan javharlarga erishadigan mana mushundaq bir yurakning borligiga amalan cho'nqur ishlaymiz. Shundoq. Xo'sh, undaqda Akbarninki oddiy odam degan bu naqsini anglayotgan mana mushundaq do'stlarimiz bo'lsa, masalan, Kötsi, 让人感动 barliq natija utuqlar oddiylikdan boshlandi. 每一次听这一首歌特别激动，跟歌bunda bo'ldi 太好听了同感。Men dal mushtaq oddiy deb Shafqat Mirzat degan do'stimiz shunday debdi. Demak, bugungi mana shu bevosita aqishimizni ko'rayotgan do'stlarimizdan hammasi degidek shundaqla bugun naq vaqtida bizniki bevosita aqishimizni ko'rmay qolgan shu bir turkum do'stlarimiz, ammo Akbarniki pintosi bo'lib menayotgan shundaqla yana o'zining turmushida olg'a ilgarilab menayotgan shu do'stlarimizdan hammasida shundaq bir biz odatda to'nqa kabi bola kabi bir oddiylikni saqlab menayotgan shundaq bir yurakning borligiga ishonamiz. Shundaqla shundaq saqlab menishinglargimi tilakdoshligimizni bildiramiz. Undaqda mana shundaq oddiy paranglar bilan, ixcham paranglar bilan, intan ixcham, ammo ixchamlikning ichidan javhar to'yinib turadigan mana shundaq sakna orqali siz andiki navbatda do'stlar sunmoqchi bo'lgan naqshingiz qaysi? Amdiki navbatda mening Layli degan naqshni. Layli. Naqa. Layli degan naqshida Jurayli biz degan naqshingiz bilan o'xshaydigan bir yer bor. Ahang jihatga. Layli deydigan aldiga ayiradi. Jurayli biz degan yerda shu yerda qilib so'zlagan bir yer bor. Bu jihatga o'xshashliklar tuyuqsiz shundoq bo'lib qolganmi yoki bo'lmasa bu sizning naqsh aytish uslubingizga singib ketganmi? Bu singib ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir tovushlarni, ba'zi bir so'zlarni bilib bilmay shundoq ilib ketman. Buningda nima uchun bu asli Layli, masalan, mayli degan gaplarni men sal layli deb tutgan ekan. Buningda nima ish qilganda sal bir o'g'il-boldek chiqadi ekan-ku. To'g'ri. Bir qism do'stlarimiz balkim bu layli desa o'rtaq talaffuzga tushmay qolishi mumkin deb o'ylaydi. Ammo meningcha bu vaqtida bu shundoq so'zib bir qo'yitishning o'zi bu turmushdagi nurg'un narsalarga nisbatan elbet vaqtida bir qanaqdaymiz bir keskinlikni ifodalaydigan. Shundoq. Bo'ptilar davlatadigan bir xil shaylikni ifodalaydigan, kelishganlikni ifodalaydigan bir taraf deb o'ylayman. Bu endi odamning mijoziga singib ketgan. Masalan, gap qilish uslublarimiz va tovushlarni elish uslublarimizmi o'zimizning mijozimizga singan asosda shundoq bir xil ohang va intonatsiyalarda chiqadi. Shundaqda Layli degan bu naqshini do'stlarimiz intan yaxshi ko'rdi. Bugungi Layli degan naqshingizni naq maydonda o'rlagan vaqtingizda uslub jihatida o'zgarishlar bormi? Buningdan bor. Layli degandan bor. Masalan, bunimi biz buni ya'ni shu reggaeton uslubda qildik hamda o'zgartishlarni kirgizib, chunki naqsha o'zimniki hamda bunday o'zgartib har xil uslub qilib hamda uningga har xil chapallarni kiygizib, har xil qatlamdagi har xil uslubni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz angsa, texmi yaxshi bo'ladi deb uning shu reggaeton uslubda ritmliq boshqalarniki masalan bizning shu Shinjongdagi shu do'stlarimizningki bakara qabul qila oladigan uslublarda ishildik. Qag'in nasal turib naq maydonni bir anglab his qilsangiz bo'ldi. Qanaqda Akbar, Xo'sh. Marhamat. Yaşıyorsanmı mendin sırrını Gözlerinden sezermen senin Oylığınını Kaçıyorsanmı mendin özünü Gözlerinden sezermen senin Oylığınını Hiyalımdan uçurma Hayatımdan küçürme Ömür sen bilen ütsem eyle Hiyalımdan uçurma Hayatımdan küçürme Ömür sen bilen ütsem eyle Layli, layli, layli
Yoşursanmı mendin sırrını, gözlerinden sezermen senin oylığını. Kaçırsanmı mendin özünü, gözlerinden sezermen senin oylığını. Hayalımdan uçurma, hayatımdan göçürme, ömür sen bilen ötsem eyle. Hayalımdan uçurma, hayatımdan göçürme, ömür sen bilen ötsem eyle. Günlerim arman, yıllarım arman, seviniş hayalımı algan. Günlerim arman, yıllarım arman, seviniş hayalımı algan. Gözlerimden göçürme, hayatımdan uçurma, ömür sen bilen ötsem eyle. Gözlerimden göçürme, hayatımdan uçurma, ömür sen bilen ötsem eyle. Leyli leyli leyli, yürek göğsün meyli. Leyli leyli leyli, sen için meyli. Leyli leyli leyli, yürek göğsün meyli. Leyli leyli leyli, sen için meyli. Leyli leyli leyli, yürek göğsün meyli. Leyli leyli leyli, sen için meyli. Leyli leyli leyli, yürek göğsün meyli. Leyli leyli leyli, sen için meyli. Sen için göğsem meyli. Hey! Rahmat, rahmat. Rahmat. Ekberga köpten köp rahmat. Rahmat. Didi Dance usul tertigi köpten köp rahmat. Şundaqla Ekramga köpten köp rahmat. Japa çekdanlar. Ekber sual. Bugungi mau usullarni kim o'rgatdi sizga? Qaysi usullarni? Usul o'ynamadim men. Sakindagi masalan boyatib turgan qiyofat, o'tirgan qiyofat, undan keyin hozirgi o'sha oldi tarafda Oliya, yo'q Oliya emas, shu TVdan usullar tartibidagi shu qiz bilan oxirlashtirilgan shu harakatlarni kim o'rgatdi? Buni men o'zimda sahnada turib o'zim lingishib baqdim va usul o'ynayman. Buni usul kirgizmas, buni usul kirgizsak bo'lmaydi. Chunki Akbarniki odatda sakni naqsh etgan vaqtida masalan badanni ritmga silib turib, harakat qilib turib naqshi o'rindiga olatlaringizni ko'rgan, ammo bugünkidek usulchilarimiz bilan moslashib turib, bundaq holatda bir ko'rish tuyg'usini hosil qilishingizni rostdan desam, mening shaxsan tunji qatim ko'rishim. Rahmat. Bu mening arzu qildig'im endi. Men bu mening bir vaqtlarni chiqarib usul o'rgangan bor. Masalan qaysi tarafda usullarni? Masalan Chin usuli. Chin usuli to'g'ri. Arg'imi qamchi usuli usullarni bir o'rgansam. Masalan, shu zamonaviy uslublar. Shunaqa. Naqshimizga tushadigan uslublar, shunaqmi? Chunki bunday biz har bir qitim naqsh etgan vaqtimizda, bo'libmi plastinka bilan o'xshash holatdagi naqshni o'rindab vaqtimizda, balkim bizniki ko'rmanlarimizga yoki anglarmanlarimizga, pintozlarimizga sal anglash jihatda org'inlikni yetkazib qo'yishimiz mumkin. Shundoq. Endi biz buningda uslub jihati o'zgartishlarni ilib borgandan keyin, masalan, shaxsan bugungi kunlikdagi, bugun ilib berayotgan mana shu tor naqshkechilikdagi bu xil uslublarni o'zgartish holatdagilar bo'lsa, menimcha pintozlarga nisbatan ilib aytgan vaqtida yoki naqshingizni yaxshi ko'rgan shu bir turkum kishilarga nisbatan ilib aytgan vaqtida yangicha bir anglash tuyg'usini akilib to'xtab tura, bir xil mevalarni bizga berdi ekan. Shundoq. Shunga menimcha ekran oldidagi bugun hozir nisbatan ilib aytgan vaqtida bugungi kechilikka men 6 ham pulni xajlab turib, ko'ginim haqiqatan arzigidek ish bo'pti degan bir ideyani singdira olgan bo'lsak, menimcha bugun qilgan mushu xizmatimizdan burundan tortib hozirgacha mushu bugungi to'r kechiligimizga tayyorlik qilgan mana mushu jafolarimizdan biz haqiqatan rozi bo'lgan bo'lamiz. Shundoq. Albatta yana bir qitim bizniki bevosita taqdishimizni ko'rayotgan barliq do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Texmi ko'p do'stlarimizniki bugungi mana shu bevosita taqdishimizni ko'rishi uchun atrofimizdagi do'stlarimizga va taniyuvchilarimizga ham bahrlab qo'yishinglarni
chin dilimizdan umidimiz. Sizlarga yana bir qitim ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. Bizning bugungi bevosita taqdishimizni Akbarni qo'llab, ya'ni bugungi mana shu Xaljan organ tor betimizni qo'llab va Tora mediani qo'llab bugungi bevosita taqdishimizni ko'rayotgan do'stlarimizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Undaqda hamda Akbarning bizga sovg'a qilmoqchi bo'lgan naqsh bo'lsa, yana bir yangi naqsh ekan. Bu naqshning ismini rost gap qilsaq qo'yib bo'lmagan naqsh ismini qo'yib bo'lmagandim. Bu naqshning ismini shu bizning Ikrom ma'lum. Shu musiqa qilish jarayonida hamda shu usulchilarga avatib, usulga tayyorlik qildiganga bir sho'yan ketdi-da, uni aytib turmiz. Shuni aytib chiqqan chaqda naqshning ismi yozildi-da uningga. Meningki deb yozib qo'yibdi hamda Ikrom ma'lum. Hamda hozircha mushta bo'lib tursin. Bo'ladi. Qandoq bo'lsa. Qag'anni hamda shu Xaljanda mushu naqshiga nisbatan ism qo'yib bersa mutlaqo yaxshi-da. Ben shuni o'yladim. Biz shu bevosita taqdishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz hozirgi vaqtning o'zida biz Akbarning yangidan dunyoga kelmoqchi bo'lgan mana shu yangi naqshsiga biz anglab bo'lgandan keyin biz bir faoliyat qilaylik. Ya'ni naqshiga yangi ism qo'yish faoliyatini o'tkazaylik. Qani do'stlar, qaysi ism bekrak mos keldi? Hammaylar birlikda unda qo's oldi bilan naqshini bor anglab qo'yaylik. Qani Akbar, saknimizga marhamat. Marhamat. Şehirler seni sığınsa görünmez ademler hayalımda güzel menzire seni sığınsa içiler güller sen hayalımda yüreğimde her nefeste sen benimki armağanım, sen benimki gülzarım, sen benimki yetmek bulgan arzuyum, sen benimki kumarım, sen benimki hayatımda sebebim. Sığınsa döküler yaşlar hayalımda güzel menzire seni sığınsa içiler güller hayalımda bir yüreğimde nefeste sen benimki armağanım, sen benimki gülzarım, sen benimki yetmek bulgan arzuyum, sen benimki kumarım, sen benimki hayatımda sebebim, sen benimki armağanım, sen benimki yetmek bulgan arzuyum, sen benimki kumarım, benimki hayatımda sebebim. Rahmat Madina. Rahmat Medina, ko'p rahmat. Xo'sh, nimdiga yiqimliq naqsha meningcha. Hozir naq maydonimizda oldi keyni shu xizmatchilarimizni qo'shib bir 20 dak
30 daqiqadan boshida qo'y. Şunaq. Shuning ishini menki bizning shu bevosita taqchimizni ko'rayotgan do'stlarimiz bo'lsin va naq maydonimizga shu do'stlarimiz bo'lsin. Naqshingizning mayli ohang jihati bo'lsin, mayli misrasi jihati bo'lsin. Shuni bir xil qilib nafas olmay turib, anglab shu naqshini tugitib o'tishga undaydigan bir naqsh ekan. Bek yaxshi bir ijodiyat ekan. Menimcha bu naqshingiz yana bir qitim qizg'in olqishga erishishi mumkin. Ben dedim-ku, Akbar qandaq bir naqsh taqasa, shu naqsha cho'qim olqishga erishadi ekan deb. Rahmat. Deganingiz kelsin. Endi mana Tinkula deyotdi. Sizning naqshingizga hozir qattiq ismimizda hatto shunaqa. Menimcha bu vaqtida bu naqshiga qandaqdir meningki bo'lsin yoki bo'lmasa do'stlarimizning qo'yayotgan bu ismlar bo'lsin, yanada Akbar o'zi yezib chiqqanligi uchun hurmat qilib Akbarning o'zining haqiqat vaqtida o'zi bir muvofiq bir ismni qo'ysa, menimcha bu naqshiga bo'lgan bir hurmatni bildiramdiki deb o'ylayman. Mayli qandaq bir ism qo'yilishidan qat'iy nazar, menimcha bugun naq maydonda anglab bo'lgandan keyin buning aslidagi Luyin Ban nusxasida tarqatilgandan keyin texnik olqishga erishishida chatoq yo'q. Shunday qo'y. Menimcha do'stlarimiz meni intan yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Endi mencha bir mush eng oxirida Yurayli biz degan naqshi bilan oyoqlash tursak mencha to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Chunki endi bu mening tunji ijodiyatim. Tunji ijodiyatim. Mushu bolalarga ekran oldidagi ko'rayotgan mushu do'stlarimizga hisobdan mushu Yurayli biz degan naqsha 4 kunlik rol o'yindi. To'g'ri. Ammo Akbar, mushu naqshingizni aytishni do'stlar so'rma degan naqshni bir qilishpasa deydi. Bunda qilaylik. Unda qilsa rostdan desam, men bugungi bo'yliq bevosita faqat oxirlashtirib qo'ydim. Chunki naqshlar bir-birida esil chiqyapti. Uni ustiga biz odatda Linjun jiyalarni deymiz, Xingzhou City deymiz. Shunda qo'shini o'xshash. Bugun olgan vaqtimizda qandaqdir bir naqsh kechilik emas. Bir plastinkani qo'yib qo'yib turib, shu plastinkadagi o'zimiz yaxshi ko'rgan bir turkum naqshlarning to'plamini olayotgandek hissiyotga kelib qolyapmiz shu. Shuningga mushundaq bir qisqagina bir 3 minutdan 5 minutgacha bo'lgan vaqt bo'lsa, do'stlarimiz mishada talab qilsa, undan keyin shu naqshini 2 misradan 3 misragacha bir aytib bersangiz. Bo'ldi. Qandaq? Do'stlar shuni ishni shopping qilinglar. Taqancha-qana. Bo'ldi, istarlaylik. Endaqda oldi bilan so'rmadan boshlaylik. 请问索尔玛这首主持人为什么那么狠心呢？ Akbarni o'g'irlashtirishi meni emas. Amaliyot men shundoq ozor uchirgan bir yigit olib chiqishim kerak deb naq maydonga berib o'zgarib ketib qoldi. Bunga nisbatan shundoq bekchiq fikrlarmi keldim, shu umidga nisbatan nima uchun shundoq bir ijobiy obrazni biz salbiy qilib qo'ydinglar uningda deb hattoki umidga xat kelibdi endi. Burun sizga amroqdiq, mushu meni kuyganni yozib amroq emas bo'lib qoldik deb. Zodi chanan deb turib. Xo'sh. Unda qo'y so'rmading kelaylik. So'rman hozir nima ish qilgan bo'lgan-to? Aytadigan bo'ldingiz Chingchang. Nima ish qilgan bo'lgan-to? Bu so'rman siz yaxshi aytdingiz menda. Ya men yaxshi aytman, endi meni aytsam texim ma tasavvur cho'nqirlab ketib qolib, meni texim askarga chiqarib o'tib qolishi mumkin-chi do'stlar. Unda ashu ya'ni ashu Kenjo degan do'stimiz so'rabdi. Menda qilaylik. So'rma degan naqshini so'rgandan keyin pianinoda bir chapasin. Voy. Bir beshidan toki shu tekst tugagan qismigacha qisqagina bir 1,5 minut, 2 minut atrofida qilib aytib beray. Ha, bo'ladi, chatoq. Voy, bunda shunday so'rmani biz pianinoda chapasimiz. Qanday marhamat. Razmen katta sorma. Baldi sorma, baldi jilma. Oylığının ahri keldi Kılganlarını öçürvettin bu Seni şunçı yaxşı körsem o Bilip durup taşlap kettin bu Salğıma bir cüp gözümden Körüp durup taşlap kettin bu
esil olmaydım Müşçeygüce ötelmesem Nimde bal dedim Ben de vazgeçkinimi bilip dursam o Lekin yürek günü kaptı seni soraydı Buldu sorma, buldu yığılıma Endi kaytıp gelmeydu Mihrini sana vermeydu Buldu sorma, buldu yığılıma Bir bağrı taşlı da üzümlü bunca Kınıma sorma Kınıma sorma Rahmat. Aşı çayınlardı, cim oturanlar, toxtanlar yana tələpə. Toxtanlar. 3'ten 30 minut. Sen diyeyim ben. Hə, sən deyim. Oldu. Dileyni azraq düşürüp bergen bolsanız rahmat. Derizemden marak durar yaşı tulun Aval kıde sen var ki de Televizor dimenden yaktır ediğan film Közümde sen Fəqətlə sən Akşamı yalğız qalğanda Sığınışım dolqun buludu Səhər Gözünü açqanda Yolda manğanda Öge qaytqanda Seni görgüm keledi Seni söygüm keledi Bağrım qabisi Erkin etkim keledi Meni görgün keledi Meni söygün keledi Aşu akşamda Meni görgün keledi Seni görgüm keledi Seni söygüm keledi Bağrım qabresi Erkin etkim keledi Meni görgün keledi Meni söygün keledi Şu akşamda Meni görgün keledi Sığındın mı? Toxtanlar. Yanı bax. Qozam. Gəpi bolsim o. Uy, bəyt ötdüm bu kadar. Muhabbet o'ti köyüp ketdi g'am qayg'ularim mening faqatla kunda sen bilan
Şu köpüğümde Naşta kılgın var Köpü olsun o Günde güldürür Muhabbetim bilen Kozam kılgın var Çünkü söymen Yaxşı körmen Çünkü söymen Yaxşı körmen Rahmat. Yani birini keltirdim de. Bo'ldi. Ekranımızdaki qadrli ko'rmanlar shuni eskartib qo'yayki, hozir ekran bilan Akbar ikkisiniki hammasi bizning tordoshlarimizninki shu naq maydonda bevosita ko'z tutishimizda naq maydonda ya'ni talab qilgan naqshlarga naq maydonda bir tarafdan chilib bir tarafdan aytgan naqsh bu. Hergiz oldin ola tayyorlik qilib olgan emas. Demak, bir musiqa atartiniki pishib yetilishida mana mushundaq o'zaro surkilish, o'zaro bir-birini qo'llash, o'zaro bir-birisi bilan ichakishib o'tish orqali va o'zaro bir-birisi bilan tug'laymanmi kelganda Ikrombek Fayzg'o. Albatta bir-birini qo'llash, bir-birini o'g'inish va bir-birisiga o'g'itish jarayonida mana shundaq barliq keladi. Shuningga yana bir qitim biz Zarat musiqa atartiga ko'p rahmatimiz bildiramiz. Rahmat sizlarga, Ikrom, shundaqlar Iskandar. Undaqda Akbar Endi biz bugungi mana shu naqsh kechiligimizning eng oxirgi bir xotimasiga intan go'zal bir chekitdan birini qo'yish uchun bayatın degan o'xshash. Yurayli biz degan naqshni taqdim etaylik. Ya'ni undaqda yurayli biz keldi. Hammalar birlikda naq maydondagilar tang aysoq buldi jumomiyatlar. Ovozinglar qo'yib aytinglar. Billaytimiz. Ondan bevosita taqitishni ko'rayotgan do'stlarimiz sizlar ovozinglarni qo'yib turib aytsanglar bo'ladi. Chunki bundaq naq maydondagi kayfiyat, bundaq naq maydonda orzuga yetish meningcha osonga to'xtamaydi. Ham bundaq fursatlarni ko'p kelmaydi. Shuning hammalar birlikda o'zimiz yaxshi ko'radigan Ekran oldidagi do'stlarimiz billa aytaylik. Aytsak bo'ladi, ha. Qani ovozimizni qo'yib aytamiz, ha. Men mikrofonni itib turib aytaymiz, qiyib ketganlarim jin qoldi. Telefonumuzun çırpını yakayla. Birga so'qdi yurak Köyüş tuş Söygü köyleri gece Buluştu Görelmesek yirak Yiraklı meyle Kademlerimiz toxta kalmasın Bile Aramızda kıydaş bolsa meyli ayrılışlar olmasın. Cevri cepa gelse meyli olmasın. Sevendiksiz insan yok meyle Yakancılık olmasın Vücudumda sana atay meyle Vafasızlık olmasın Yüreğli biz Toy kıl geçer Üteyli biz Mükçey geçer Şirin şeker gaplarning hammasi sizlarga mansub bo'lsin.
kuşlar bulsa Cevri cama kelse meyle vazgeçler bulsa Sevenliksiz insan yok mu meyle yalgancılık bulsa Ben vücudumda sana atay meyle vefasızlık bulsa Şüreyli biz toy kılgıca Üteyli biz mükçe güce Şüreyli biz toy kılgıca Üteyli biz mükçe güce Yüreğli biz toy kılgıca Üteyli biz Ta ülgice Hey Rahmat Rahmat. Rahmat. Ben başlap veremem. İK, Nanshan, İK, Nanshan, İK, Nanshan. Rahmat. Xo'sh, rahmat Akbarga. Endi o'rnimizni qopsaq bo'larmikin deb o'ylayapman, ha? Shundoq. Akbar. Bugungi naqshkechiligimizga siz eng oxirda bir jumla so'z bilan o'zingizning naqshkechiligingizni xulosalang. Siz qaysi jumla ishlatsiz? Yoki qaysi so'zni? Hamma ishlar eng yaxshi o'rinlashtirish. Men eng yaxshi ko'radigan gap. Demak, hamma ishlar eng yaxshi o'rinlashtirish degan gapning o'zi nima desak, mana shu sahnadan turib, bugungi butun tayyorliklarni bitirib, bir yerga yig'ilib turib, mayli sahnaning oldida turayotgan biz bo'laylik yoki sahna orqasida xizmat qilayotgan bizning xizmatchi xodimlarimiz bo'lsin. Shundaqla bizni qo'llab kirgan bizning xalzandagi shundaqla to'g'ri mediadagi barliq do'stlarimiz bo'lsin. Hammalar eng yaxshi o'rinlashtirishlar bilan bir yerga yig'ildik. Shundoq. Mana bu shundoq go'zal bir minutlarda biz shunchalik qiymay turib bugungi naqshkechiligimizni oxirlashtirish oldida turyapmiz. Ammo shuningga ishimizga yana shundoq bir yaxshi o'rinlashtirishlar bilan biz yana kelgusida Akbarning texmi mo'l mazmunliq, texmi nodir asarlarini anglashga muyassar bo'la olamiz. Shundoq. Akbar. Men tirishiman. Albatta Akbarninkimi meningcha ekran oldidagi do'stlarga, yana bevosita tarqatishni ko'rayotgan shu do'stlarga deydigan yurak so'zlar bor deb o'ylayman. Yurak so'zlarni aytib tugatgili bo'lmaydi. Mening deydiganim hammaylar xotirjam bo'laylik, tenimizni salomat tutaylik. Tan salomat bo'lsam biz har vaqt ko'rishalaymiz. Mening naqshamni anglay olasizlar.